Biz odatdagidek do'stlar bilan Mayovkaga chiqdik. Bugungi manzilimiz esa Farg'ona viloyati Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa suv ombori bo'ladi. Kimlardir millionlarni sarflab Antaliya, Dubayga borsa, biz do'stlarimiz bilan 50 mingdan tashlab o'zimizni Farg'onamizda mazza qilamiz. To'g'rirog'i bizning Farg'onamiz 100 ta Dubay u 1000 ta Antaliyaga dam beradi. Sohil bo'yiga kelganimizdayoq Bahrom suvga kalla tashladi. Muslim esa qo'raga o't yoqish bilan ovora. Ilhomjon esa o'zining ishi oshpazlikni boshlab yubordi. Kamina esa suvni tagidan vah deb sizni qo'rqitmoqchi bo'ldi, ammo lekin qulog'imga suv kirib ketdi. Akbarjon suvdan qo'rqqanligi uchun majburlab qirg'oqni chekkasiga qo'yib qo'ydik. Qo'raga kaboblarni terib, birin-ketindan pishirishni ham boshlab yubordik. Akbarjon kabob yeb turgan paytda bir payt Ilhomjon yo'qolib qoldi. Qarasak Ilhomjon cho'kyapti. Buning orqasidan Bahrom yordamga sho'ng'idida uni suvdan olib chiqdi. Dunyoni suv bossa o'rdakka nima ham deb Muslim bodring atish bilan ovora. Biz o'zimizga yaxshi dam olishni tilagan holda siz bilan haydashamiz va sizni aynan Qo'rg'ontepa qishlog'ida kutib qolamiz.